Assalomu alaykum ey do'sti, birodarlar. Ahvollaringiz yaxshimi? Sog' salomat yuribsizlarmi? Inter bilan PSJ'ning o'yinini gördüm-da men. Birinchi taymini gördüm-da. Inter Inter ham yaxshi o'ynab turibdi. PSJ'dan güçlü komanda ekan axir u. Inter nechindir bir alvrab qoldi-da Inter. Nechidir alvrab qoldi. Ya PSJ degan komandada 5-nomer bor ekan, Jallo o'ynaydigan hujumchi ekan u. Interda 10-nomerdagi Jallo o'ynaydiganda. Shu birinchi taymda 2-0 bo'ldi. Yaxshi baratiradi Inter. Men o'yladim Inter utamekan deb. Yo'q, 5-0 o'tkazib qo'ydi Inter. Inter ham omad berib boqar edi, lekin Inter o'zi bir harakat etmedi, alvrab qoldi-da. PSJ'dan güçlü komanda ekan u. Men tan berdim PSJ'dan güçlü komanda ekan u. Og'izbirchalik bor ekan unda. Og'izbirchalik bir-biridan to'pni oshirib, kalla bilan ham uraveradilar, diza bilan ham uraveradilar, ko'krak bilan ham uraveradilar. Yani qaychi usulunda uraveradi bular. Dim opitni ekan bay PSJ. Oxiri chempion bo'ldimi endi bu? Chempionatga erishdi ya, kubokni oldilar endi bular. İlohim ömür uzak bo'lsin bularni, PSJ'ni.